Madinada shunaqa bir voqea bo'ldiki, bu voqea meni juda ham qattiq ta'sirlantirdi. Xullas, mana shu stolchani bir hoji aka Ravzadan olib chiqib ketgan ekanlar. Ravzaga kirgan paytlari shuni o'zlari bilan birga olib chiqib ketganlar. Nimaga? Ibodat qilayotgan paytimda menga yordam bersin, o'tiraman, hassa qilib yuraman shu stolchani deb Makkaga olib kelibdilar. Meni chaqirtirdilar. Labi hoji aka deb xonalariga chiqsam yig'layaptilar hoji aka. Nima yig'layapsiz aka? Desam tush ko'rdim dedilar. Qanaqa tush? Mana shu stol menga malomat qildi. Nimaga meni Ravzadan olib chiqib ketib Makkaga olib kelding? Nimaga meni o'zimni joyimda qoldirmading? deb menga malomat qildi tushimda. Iltimos o'g'lim, agar imkoniyat bo'lsa, shu stolni Ravzaga jo'natib yuboring qaytarib, birorta kiradigan odamdan berdirib yuboring dedilar. Shunda o'ylab qoldim, Madinaga borib uni havosini, uni taomlarini, uni mevalarini yomonlaydiganlar qanaqa holatga tushishi mumkin ekan deb. Bu voqeadan shunday ibrat olish mumkinki, Madinani yomonlab bo'lmaydi. Uni havosini, taomlarini, mevalarini, sabzavotlarini, bu narsani faqat Madinaga bir marta borgan odam qalban his qila oladi. Siz o'zingizga bu voqeadan yana qanaqa ibratlar oldingiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring yoki bo'lmasam shunga o'xshash qanaqa voqea eshitgansiz?